Sunjang Liangshan ko'lda 5 otliq yo'l bostanligini bekitdi. Nimishqi 5 piyoda yo'l bostanligini bekitmaydi. Navoda piyoda lashkarlarga 5 yo'l bostanligini saylab qolsa, kimlar bu 5 yo'l bostanligi qatoriga kira olishi mumkin? Sizlarning ko'nglingiz kimlar bor? Aldılar hem de bu Liangshan ko'lga 108 palvan to'liq to'plangandan keyingi Liangshan qo'shini qarsak, bular cho'ng jihatdan 3 turga bo'lingan. Yani otliq qo'shin, piyoda qo'shin, suv qo'shini deb. Bularning ichida otliq lashkarlardagi sarkarda song'ullar bir qadar ko'p. Ham bular muhim o'rin tutgan. Endi bularni yuqori to'van va qatlam bo'yicha nurg'un song'ullar bor. Masalan, 5 yo'l bosangan, otliq 5 yo'l bosangan hammamiz bilamiz. Uning ostida yana 8 arg'amoq chavandaz, 16 kichik arslan song'un. Endi mush berilgan nomdilni qarsak, Sunjang bu yerdagi otliq lashkarlarni eng muhim o'rinda ko'rgan. Har qatimliq janglar qarsaqmi otliq qo'shin muhim jang, turshavul, g'ol qo'shin bo'ladi. Bu yerda piyoda lashkarlar bo'lsa, shu otliq qo'shinga yordamda ularning kamyerini to'liqlaydigan yoki oqsatda mushundaq. Endi bu ish bo'lganiki qarsak bu yerda Likoy Sunjang sal norozi bo'ldi. Shunami? Har qatimliq jangda otliq qo'shin avatib, biz piyoda qo'shin yaramam ekanmiz. Nurg'un odamni qirib atalayman bu deb. Undaqda navoda bu yerda piyoda lashkarlarga 5 yo'l bosansak, buni 10 batur bularning ichiga kira olish mumkin. Ya'ni Lu Zhishin, Wu Song, Li Kui, Liu Tang, Lei Heng, Yang Shu, Xi Shu, Xie Jin, Xie Bao, yana Olqinat, Yanchin qatorliqlar. Endi bu o'naylan piyoda lashkarlardagi eng batur yomon song'ullar. Unda bu o'nning ichidan qaysi 5ni tanlaymiz desak, ba'zilar albatta alam mart eng yuqori 5ni deyish mumkin. Lekin undaq bo'lmaydi. Sening alam martning yuqori bo'lsa yoki kasbkorliging yuqori bo'lsa, sen amaldor bo'lolmaysan. Hozir dunyoda shunda. Buning uchun yaxshi bo'lgan kishilik munosabat, burundan tortib nom, obro'y, Sunjang bilan bo'lgan yaqin munosabat degandek nurg'un ishlar ketdi. Masalan, otliq 5 yo'l bosanligimi yolg'iz alam martning yuqoriligi taynib bunda qilib qo'ygan ish yo'q miyada. Endi bu o'naylangan mayli qanday qarayli Güldar Shayx Lu Zhishin bilan Shingi Wu Song ikkisi shartsiz kirib turdi. Endi bu ikkisini tanlamay amalimiz yo'q. Unda esa bu ikkisi shartsiz kirdika, bu ikkisidan qaysi top 5 bo'ladi? Ya'ni 5 yo'l bosangan 5 qaysi bo'ladi? Chuqum Güldar Shayx Lu Zhishin birinchi o'rinda o'tirdi. Nimishqa? Birinchidan Arlongshandagi vaqtingizda Lu Zhishin birinchi ataman, Wu Song uchinchi atamanti. Unda xo'p Miyakaga vaqtingizda o'rin almash bo'lmaydi. İkincidен, alam martı kuchli birlik bu jihatingizda Lu Zhishin Wu Songning sal ustida. Uchinchidan, harbiy ta'lim tarbiya jihatini ketgan vaqtingizda bu yerda Lu Zhishin harbiy ta'lim tarbiya olgan, muntizim 18 mart to'liq biladigan odam. Bu jihatlardan qarsak shu Lu Zhishin birinchi o'ringa, Wu Song ikkinchi o'ringa o'tirish kerak. Undaqda qolgan 3 aylanchi Qarqo'yin Likoyni 3-chi o'p tanlaymiz. Nimishqa? Birinchidan bu piyoda lashkarlar ichida hamda yomon song'ullar bilan urushmagan bilan odatdagi lashkarlarni o'ltirish soni eng ko'p maniki. Ko'zni mit qilmay qo'sh paltisini ko'tarib haqiqatan batirlik ko'rsatdi. Ikkinchi bir muhim sabab bu Sunjangning inisi. Sunjang bilan yaqin munosabatda Sunjangning qo'g'dug'i chapaq qo'yish istagan. Shunda ahvolida piyoda 5 yo'l bosanligini saylab bu yerda Likuyni arib qo'yish hargiz mumkin emas. Endi 4-chi bo'lib qizil chashliq Liu Tang. Nima shunday deymiz? Chunki bu yerda Liu Tangning piyoda lashkarlar ichida haqiqatan alam mart yuqori, qo'rqimsiz. Uning siya Liangshan ko'liga chiqqanlarning ichidagi eng burunqlarning birisi. Hem Liangshan ko'ldagi Chaogay bilan birga chiqqan mushaning unni tiklaganlarning ichida ham piyoda lashkarlarda mushlan bor. Ruanaklar 3 su lashkarlarda Wuyong bo'lsa yer mushavir. Shuning uchun bu yerda Liu Tang hamda ash burun chiqqan Chaogayniki yaqin birodari ma'lum sabablar tufaylidan 4-chi o'ringa tamoman o'tira oladi. Uning o'zi o'z vaqtida Sunjangning hayotini qutuldirib qolgan. Shunami? Undan bo'lsa oxirgi birisini bu yerda Yanchin g'urimizmi yoki Lei Heng g'urimizmi? Lei Heng ko'rishimiz kerak. Nimishqa? Jangvozlik mart jihatida Lei Hengning iqtidori yuqori. Ikkinchidan bu o'rnida Yasavul Beg bo'lib, top qo'shinni boshqarib baqqan, jang qilish iqtidori, amaliy tajribasi bu jihatda intayin mo'l. Uchinchi bir jihatdan bu yerda Lei Heng o'z vaqt 105 vaqtida Chaogaylarning qochib ketishga fursat yaratib bergan. Sunjangning hayotini qutuldirib qolgan. Mushtatlarni epetqa vaqtida Liangshan ko'lga bu chiqmay turiblar, xilcho'ng to'kib ko'rsatgan. Endi Lei Hengning yana bir eng cho'ng ortiqchiligi nima? İgizlik sakrash. Qarsanglar bu 2-chi, 3-chi igizlik sakray oladi deb. Ajoyib igizlik sakray oladigan ma'lumotchi. Endi piyoda lashkarlar ichida bundaq igizlik sakrab jang qilish
muhim talant deyman. Şunun uchun bu yerda leyxingni kirimiz. Hamda ba'zida yanching gamroq bo'lishi mumkin. Hamda yanching haqiqatan qulluq yumshoq, eg'ir bersak, chamboshlik marat yo'qri shunami? Lekin amaliy jangda chamboshlik marati esqatmaydi, jangvozlik marati esqatadi. Asarga qarasanglarmi, Likuylar ikkisi mushlashqa vaqtida yanching yengib oladi. Biroq rasmiy jang qurolini palti qilishini ko'tarib jangga kirganda Likuy yanchingni qutqizib qoladi. Uningizga bu yerda yanchingning bundan sirt vazifasi bor. Bir muhim vazifasi nima? Lujiyeni qo'g'dash. Lujiyeninki muavini bu qeshidil turadigan. Shuning uchun ma o'ringa bekitib, buni yana bir qator isbotlashning hojati yo'q. Ikkinchi bir tarafdan bu uchirganlashga, oyoq berib aniq kelmani qilmaydigan manda ishlar avatishga muhim odam bor. Shuning uchun bu yerda yanchingni 5 yol basını qatarga kirdirishni hojati yo'q demoqchi. Qanday qoyil bo'ldinglarmi? Sizlar cho'p qolsa, kimlarni piyoda 5 yol basını qildinglar? Bir onchuk bir qoldirib qo'yinglar. Rahmat.